Qani o'rtoq? Qatga marhamat. Lozim o'g'limga telefon qilib qo'y. Assalomu alaykum. O'g'lim yaxshimisiz? Men ko'chada oshna bilan choy ichib olyapman. Onangizga bilan hisob qilib berarsiz-a? Kechki ovqatiga. Xo'p, mayli. Qani, olmaysizmi? Yo'q. Telefoningizni berib turing. Ha, bo'ldi, berman mana. Mana o'g'limga telefon qilib oling. Mana birinchi sim kartadan teraverasiz. Voy, gudoy tashamasdan gaplashib, bo'lib. O'g'limni vaqtini olgani xijolat bo'ldim. Endi qiladimi, yo'qmi? Ish ko'pda-ya. Yo'q, hozir sen bolalarim qilarmikin dedingmi o'shni? Bilasanmi nima degani bu? Ota, ona bolalariga ish buyuryatib, meni bolalarim aytganimni qilarmikin desa, o'sha bolalar oq bo'lmagan bo'ladi. Mayli endi oq bo'lmagan devormaylik, oqqa qo'yilgan birinchi qadam bo'ladi. Bu dunyosi ham kuyib ketadi-ya. Bolalaringdan shuni tekshiraysan, shuni o'qisanmi? Yo'q, men ming marta roziman bolalarimdan. Menga qarashyapti, parvarish qilishyapti, ovqatimni olib kelib berishyapti. Faqat ishdan qo'ymay deyapman, xolos. Hurmatli farzandlar, sizlarga agar ota-onangiz ish berayotgan vaqtida qilarmikin degan bo'lsa, sizlar oqqa birinchi qadam qo'ydingiz, hushyor bo'lib kechirim so'rang.